Bir yigit shayxning oldiga kelib, o'zidan shikoyat qildi. Ustoz, men yoshman va nomahramlardan ko'z uzolmayapman. Nima qilsam bo'ladi? Shunda shayx unga oxirigacha sut bilan to'ldirilgan stakanni berib, bir tomchi ham to'kmasdan uni bozordagi bir insonga olib borishni aytdi. Va shogirdlardan birini chaqirib, agar u o'sha stakandan bir tomchi bo'lsa ham sutni to'ksa, uni ko'chaning o'rtasida qamchi bilan urishni buyurdi. Yigit shayxning aytganini a'lo darajada bajardi. U qaytib kelgach, shayx, yo'lda nechta qizni ko'rding? deb so'radi. Yigit, yo'lda hech kimni payqaganim ham yo'q. Sut to'kilsa, odamlarning ko'z o'ngida qamchilab urishadi va odamlar oldida sharmanda bo'lib qolaman deb qo'rqdim, dedi. Shunda shayx, haqiqiy mo'min ham shunday bo'ladi. Agar u Alloh taoloning amriga bo'ysunmasa, qiyomat kuni jazolanishdan va sharmanda bo'lishdan qo'rqadi, dedi.